Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan juda ham mazali kumur bo'g'irsoq tayyorlaymiz, ya'ni toshkentcha bo'g'irsoq. Buning uchun bizga eritilgan mol yog'i kerak bo'ladi yoki bo'lmasam qo'y yog'i. Demak, issiq holatida tog'orachaga quyib olamiz. 1 piyola quyamiz. 1 piyola shedreleta yoki saryoni eritib quyib olamiz. Bu ham issiq. Hozirgina eritganman. Tog'orachaga soldik. Endi bizga suv kerak bo'ladi. Suv ham iliq bo'lishi kerak. Ya'ni qaynatilgan suvni sal sovutib solamiz. Suvni 1,5 piyola solamiz. Demak, yog'ni 2 piyola soldik. 1,5 piyola suv solamiz. Suv yog'dan ozroq kam bo'lishi kerak. Bundan tashqari bizga xiyol to'lmagan mana kichkina piyolada shakar kerak bo'ladi. Shakarni solamiz. Yarim osh qoshiq tuz solamiz. Yarim choy qoshiq razrixlитель solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Bo'g'irsoq xamiriga shakarni xohishga ko'ra solamiz. Aslida katta yig'inlar uchun bo'g'irsoqqa shakar solinmaydi. Yog' borasida ham dumba yog'ni eritilganini soladigan bo'lsanglar, suvni tenma-teng solasizlar. Hozir esa unni solib xamir qorishni boshlaymiz. Un bizga 1 kiloyi 300, 1 kiloyi 400 gram un ketadi. Demak, o'rtacha yumshoqlikdagi xamir qorib olamiz. Hozir mana xamir qorayotganimizda yog' issiq edi. Juda ham qaynoq emas edi-yu, lekin o'sha bo'ladigan darajada issiq. Unni yetarlicha solamiz. O'zi xamir qorayotganingizda bilinadi qancha un solish kerakligi. Juda ham toshdek qattiq xamir qorib yormanglar. Xamir qorayotganingizda mana ekranda ko'rib turibsizlar, bilinadi, xamir yorilib turadi. Shuning uchun harakat qilamiz xamirga ko'proq ishlov berishga. Yaxshilab mushlab zuvala qilib olamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi ustini yopib yarim soat tindiramiz. Tindirganimizda xona haroratida tindiramiz. Yarim soat vaqt o'tdi. Xamirni ish stoliga olamiz. Xamir hali ham iliqqina bo'lib turibdi. Ozgina ishlov beramiz va xamirlarni bo'laklarga bo'lib olamiz. Zuvalamizni bo'laklarga bo'lib oldik. Endi uzunchoq shakl berib chiqamiz. O'zingizlar ekranda ko'ryapsizlar, har bir bo'lakka ruletga o'xshab turib ishlov berib olamiz. Mana shundan so'ng taxtakachni ustiga olib bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Masalan, bo'g'irsoqni qanaqa bo'lishini xohlaysizlar? Yirikroqmi yoki maydaroqmi? Shunga qarab turib bo'laklarga bo'lib olamiz. Hozir esa bo'g'irsoqlarni tugish jarayoniga o'tamiz. Buning uchun bizga chovli yoki qirg'ich kerak bo'ladi. Chovlida mana ekranda ko'rib turganimizdek tepadan pastga qarab turib yurgizib olamiz. Buni hammamiz bilamiz, men ko'rsatmasam ham, etmasam ham, lekin bo'g'irsoq tayyorlayotganim uchun sizlarga ko'rsatib beryapman. Kimdir chovlida xohlaydi bo'g'irsoqni tugishni, kimdir qirg'ich yordamida. Menga ikkala variant ham ma'qul, ikkalasi ham yoqadi. Qirg'ich yordamida tugilgani ham, chovli yordamida tugilgani ham. Eng muhimi bo'g'irsoq mazali bo'lishidir, to'g'rimi azizlar? Demak, ekranda ko'rib turganimizdek bo'g'irsoqlarni tayyorlab olamiz. Gazga qozonni qo'yib tagini yoqamiz, yog' solamiz, yog'ni qizdiramiz. Past olovda bo'g'irsoqlarni pishirishni boshlaymiz. Past olovda desam, juda ham miltillatib past olovda qilib yormanglar. Lekin bo'g'irsoqlarning ichlari yaxshi pishib chiqishi uchun o'rtadan pastroq bo'lishi kerak olov. Bo'g'irsoqlarni yog'ga birin-ketin soldik, mana aralashtirib turamiz hamda qarab turamiz. Bo'g'irsoqlar pishganda o'zi ma'lum bo'ladi, ranglari ham juda ham chiroyli bo'ladi. Yog'dan silqitib, chovli yordamida olamiz. Yog'ini yaxshilab silqitib olamiz. Keyingi bo'g'irsoqlarni pishirishni davom ettiramiz. Bo'g'irsoqlarni solamiz. Sal tepaga ko'tarilib chiqqandan keyin aralashtiramiz. Mana shu tartibda pishirib olamiz.
Lekin bo'g'irsoqlarni shoshib pishirolmanglar. Bo'g'irsoqlar sal sekinroq pishadi. Yog'dan silqitib olishdan avval bittasini olib yeb ko'ringlar. Ichlarigacha pishgan bo'lishi kerak. Aylantirib turamiz bo'g'irsoqlarni. Chiroyli rangga kirgandan keyin yog'dan silqitib qozondan olamiz. Shu o'rinda aytib o'tmoqchi edim. Mabodo mol yog'i yoki qo'y yog'i ishlatginglar kelmasa, o'rniga sariyog' eritib ishlatinglar. Bo'g'irsoqlarimiz mana birin-ketin solib pishirib olamiz, tayyor bo'lib qoldi. Tayyor bo'g'irsoqlarni dasturxonga tortamiz. Bo'g'irsoqni ranglari ham chiroyli, juda ham qumur bo'lib mazali chiqqan. Menga mana shu uslub juda ham yoqadi. Agar sizga ham yoqqan bo'lsa, albatta tayyorlab ko'ring. Hozir bo'g'irsoqlarni mazasini ko'ramiz. Mana yaqinroq olib kelib ko'rsatyapman. Og'izda eriydigan, salgam uvalanib ketadigan mazali bo'g'irsoq. Shunday qilib, azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Hayit bayramini a'lo kayfiyatda o'tkazib oling.